Koinot tarixi. Koinot katta portlash oqibatida vujudga keldi. Bir muncha vaqt yorug'lik tezligida turli yo'nalishlarda harakatlanadigan juda issiq materiyadan boshqa hech narsa yo'q edi. Biroq tez orada birinchi yulduz paydo bo'ldi. Uni Mafusail nomi bilan yaxshi taniymiz. Uzoq vaqt davomida u astronomlarni hayratda qoldirib kelgan. Axir uning yoshi koinotnikidan ham kattaroq bo'lishi mumkinligiga ishonishgan. Tez orada, albatta kosmik miqyosda qaralsa, birinchi qora tuynuklar shakllana boshladi. Olimlarning fikricha, ular portlagan yulduzlardan qolgan obyekt. Ammo bu nazariya hali ham tasdig'ini topmagan. Shu bilan birga kosmik chang va materiya ionlasha boshladi. Bu esa yangi yulduzlarning paydo bo'lishiga yordam berdi. Oxir-oqibat bu koinotda minglab, keyin millionlab yulduzlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Ulkan portlashdan keyin allaqachon sovib bo'lgan koinot yana qiziy boshladi. Taxminan 100 million yil o'tgach, yulduzlar biz biladigan galaktikalar klasterlarini hosil qila boshladilar. Ularning eng qadimgilarida sayyoralar bo'lmagan. Materiya hali katta va mustahkam narsani yaratishga tayyor emas edi. Shuning uchun galaktikalar asosan yulduzlar va yulduzlar aro gazdan iborat bo'lgan. Ulardan eng qadimiylari mashhur kosmik teleskop sharafiga Hubble'ning o'ta chuqur maydoni deb nomlangan osmonning nisbatan kichik qismida yaralgan deb ishoniladi. Bu hudud 10 mingdan ortiq galaktikalarni o'z ichiga oladi. Biroz vaqt o'tgach, birinchi ma'lum egzosayyora paydo bo'ldi. Ajablanarli darajada qadimiy bo'lgani uchun unga ham Mafusail nomini berishgan. U birdaniga ikkita yulduz atrofida aylanadi va Yerdan 12,5 ming yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Aytgancha, bizning sayyoramiz hali paydo bo'lmagan edi. Ko'p o'tmay, somon yo'li nihoyat shakllana boshladi. Bizning galaktikamiz singari spiral shaklida. Bu markazda uning o'zagi va bir nechta tarmoqlari borligini anglatadi. Ulardan birining ustida nihoyat bizning quyosh sistemamiz paydo bo'ladi. Ammo hozircha biz faqat katta dumaloqni ko'rmoqdamiz. Somon yo'li ham boshqa ko'plab galaktikalar kabi katta portlashdan 200 million yil o'tgach shakllana boshlagan. Ammo endigina u biz biladigan va sevadigan shaklga yaqinlashdi. Shu bilan birga millionlab boshqa galaktikalar portlab, yulduzlar va sayyoralar jamlanmasiga aylandi. Taxminan 11,5 milliard yil oldin Captain B nomi bilan ataladigan g'ayrioddiy sayyora paydo bo'lgan. Ma'lum eng qadimgi egzosayyora hayratlanarli darajada Yerga o'xshardi. Unda tirik organizm bor yoki yo'qligi noma'lum, lekin bu juda katta mumkin bo'lgan ehtimol. Unda hayot rivojlanishi uchun yetarlicha vaqt o'tdi. Spiral galaktikalar galaktikaning eng keng tarqalgan turidir va biz ehtimol ularning eng qadimgilari nomini bilamiz. Bu BX 442 bo'lib, uning yorug'ligi bizga yetib borishi uchun 10,7 milliard yil kerak bo'ladi. Taxminan o'sha vaqtda koinotda yulduzlarning paydo bo'lish tezligi eng yuqori cho'qqisiga yetdi. Har soniyada minglab yangi yulduzlar paydo bo'ldi. Ular darhol bir-birlariga tortisha boshladilar. Natijada klasterlar, keyin esa galaktikalar hosil qilishdi. Bu vaqtda koinot asta-sekin soviy boshladi. O'sha paytgacha u quyoshdan da issiq va juda zich edi. Ammo hamma narsa taxminan 11 milliard yil oldin o'zgargan. Kuchli galaktik yadrolar va yangi tug'ilgan yulduzlar koinotga shunchaki ulkan energiya chiqarishni to'xtatdi va birinchi metallga boy yulduzlar shakllana boshladi. Metall ularni ancha tez sovishiga sabab bo'ldi. Koinot yashashga yaroqli bo'lish yo'lini boshladi. Inson paydo bo'lishidan 10 milliard yildan kamroq vaqt oldin galaktikalarning birinchi guruhi paydo bo'lgan. GKKS 041. Bu eng uzoqdagi galaktikalar klasteri bo'lib, koinot hozirgi hajmining 3dan 1ga yetishidan taxminan 200 million yil oldin paydo bo'lgan.
Koinot o'lchovlarida bu soniyaga teng va taxminan shu vaqtda bizning galaktikaimizdagi eng qadimgi yulduzlardan biri bo'lgan Barnard yulduzi paydo bo'ldi. Shuningdek, u Quyoshdan atigi 6 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan bo'lib, yaqin qo'shnimiz hisoblanadi. Koinot kengayishda, somon yo'li o'sishda davom etdi va yanada tanish shaklga kirdi. Taxminan 8,8 milliard yil oldin u qalin disk ko'rinishiga ega edi. Markaz atrofida asosan gazga boy qadimiy yulduzlar bo'lgan. Endi esa nozik disk shakllana boshladi. Bu qalin disk ichidagi yupqa qatlam bo'lib, unda metallga boy yosh yulduzlar paydo bo'la boshladi. Yulduzlar bizning galaktikamizda va kengayib borayotgan koinotning boshqa ko'plab burchaklarida hayratlanarli tezlikda tug'ilgan. Taxminan 8 milliard yil oldin bu ko'rsatkich asta pasayishni boshladi. Bunga asosan kosmik obyektlar zich joylashgan kosmosda yangi yulduzlarning paydo bo'lishi uchun yetarli moddalar yo'qligi sabab bo'lgan. Keyin taxminan 7,5 milliard yil oldin bizning galaktikamizdan uzoqda muhim voqea sodir bo'ldi va kuchli gamma nurlari portlashi koinot bo'ylab sayohatini boshladi. U yerga 2008-yildagina yetib kela olgan. Bunday hodisalar odatda yulduzning portlashi va o'ta yangisiga aylanishi tufayli sodir bo'ladi va ular haqiqatdan ham hayratlanarli. Ammo bunisi umuman o'zgacha edi. Hozirgacha kuzatilgan eng uzoq va eng yorqin portlash, agar u yerdan Quyosh bilan bir xil masofada sodir bo'lganida, chaqnash bizning yulduzimizdan 21 kvadrillion marta yorqinroq bo'lardi. Aytgancha, bu 15 ta 0 degani. Shunga o'xshash hodisalar koinotning turli burchaklarida sodir bo'lishiga qaramay, u tobora sovishda davom etardi. Taxminan 7,2 milliard yil oldin kosmosning o'rtacha harorati Celsiy bo'yicha -268 daraja edi. Bu hozirgi -270 darajadan bir necha daraja issiqroq. Ertami kechmi koinot mutlaq 0 ga erishadi. Bu haroratda atomlar turgan joyida muzlaydi va kosmos qorong'i hamda mutlaqo sukunat og'ushida qoladi. Ammo bu tez orada sodir bo'lmaydi. Ayni paytda biz hozirgi kunlardan 6,5 milliard yil oldindamiz. Somon yo'li nihoyat o'zining taniqli spiral shaklini egallashni boshladi. Tez orada Quyosh tizimimiz shakllanadi. Ammo bundan oldin yana bir narsa sodir bo'lishi kerak. Qadimgi galaktikalarning aksariyati allaqachon hozirgi shaklini egallab bo'lgan. Ayni paytda yulduzlar boshqa galaktikalarga hayot berish uchun kvazarlar va qora tuynuklarni qoldirib, shakllanish va portlashda davom etmoqda. 6 milliard yil avval kosmosdagi eng sirli kuch bo'lib qolayotgan qora energiya qandaydir yo'l bilan koinotning kengayishini tezlashtira boshladi. Bu qanday sodir bo'lishini haligacha hech kim bilmaydi. Lekin fakt bu. Gravitatsiya kosmosdagi jismlarni ajratib turuvchi yagona kuch emas. Qanday bo'lmasin, bu g'alati energiya haqida deyarli hech narsa ma'lum emas. Bu noaniqlik. 5,5 milliard yil oldin Quyosh tumanligi buzilishni boshladi. Biz uchun bu juda muhim. Chunki bu tumanlik oxir-oqibat bizning Quyosh sistemamizga aylanadi. Hozircha u yulduzlar aro gaz va changdan iborat ulkan bulut. U birlashib bizning yulduzimiz va uning atrofida aylanadigan sayyoralarni hosil qilishi uchun yana 1 milliard yil kerak. Bu orada somon yo'li nihoyat panjarali spiral galaktikaga aylanadi va biz bilgan shaklni egallaydi. Yangi yulduzlarning paydo bo'lishi, o'ta yangi yulduzlarning portlashi, bu voqealarning barchasi hech qachon to'xtamagan. Taxminan 4,6 milliard yil oldin biz uchun muhim voqea sodir bo'ldi. Quyoshning shakllanishi. Biz allaqachon aytib o'tgan chang va gaz buluti oxir-oqibat yulduz hosil bo'lishi uchun yetarlicha zichlashdi va bizning zaminimiz tug'ilishiga yana bir necha million yil kerak bo'ldi. O'sha paytlarda u yashash uchun juda issiqlik qilardi. Ammo bir necha 100 million yil o'tgach mo'jiza yuz berdi va sayyora yuzasida birinchi tirik mavjudotlar paydo bo'ldi. O'shandan beri yer yuzida ko'p hodisalar sodir bo'ldi. Ham yaxshi, ham unchalik bo'lmagani. Lekin asosiysi,
Biz koinotdagi eng go'zal sayyoralardan birida istiqomat qilamiz.